Oy, bahor ham keldi. Ko'k dumasi qaraydi. Ko'kdan narsa yegisi kelibdi. Hozir yaxshi ovqat qilamiz. Ko'kni blenderga sovoramiz. To'ralgan ko'kni. Yegisi kelgandan to'rab tayyorlab qo'yibdi. Blenderda o'zi aylana olmaydi. Ozgina yarim stakan suv quyib yuboramiz. Hech qancha ham vaqt ketmaydi, azizlarim. Bir pasta suvga aylantirib yubordik. Sitadan suvini chiqarib yuboramiz. Hamma har doim so'raydi, rangini qanday chiqarasizlar? Biz tabiiy rangda ishlaymiz. Mana myakisini olib qolaman-da, suvini chiqarib yuboraman sitadan. Zelin o'z strukturasi bo'yicha uni solsangiz shirib tushadi. Meni usulimda men ozgina soda solib kislostini o'ldiramiz. Tuz solamiz. Bitta tuxum. Yaxshilab aralashtirib olamiz suvimizni. Endi chiroyli qilib sal o'rtacha qattiqroqlikda xamir qorib olamiz. Xamirimni qilib bo'ldim. Uni ozgina dam olish kerak. Dam olgandan keyin bitta ishlov beramiz. Ishlov berib, yana yarim soatga dam olishga qo'yamiz, keyin sraz yoyamiz. Mana bunaqa yaxshilab dam olgan xamir, mana bunaqa shira tortgan, silliq bo'ladi. Keyin buni qo'lda yoyamiz. Xamirlarimiz rangi вообще sochniy bo'lgan, sochniy. Xamirimni tabiiy apparatda yoyib oldim. Endi buni kesib pishirishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ras. 2 3 Yashil tak yashil. Xamirlarim o'zimga o'xshagan tiniq, sochli, yirik. Qani buni qanaq endi yemaysan? Hozir pishirib yeb ko'ramiz. Oppoq qozonlarda, chinni chiroq qozonlarda suv qaynatamiz, unga tuz solamiz. Yaxshilab turib aralashtiramiz. Chiroyliligini qaranglar. Wow! Xamirim rangi ham ketmaganini qaranglar, azizlarim. Bu qaynadi. Xamir 2 minutda pishadi. O'chirdim. Uni qo'shimchasi xohlasanglar любой zelin sepib yuborasiz. Любой добавка. Yaxshilab buni ham aralashtiramiz-da. Sovutishga qo'yamiz. Endi biz suzmamizni tayyorlaymiz. Suzmani olib yaxshilab aralashtirib olamiz-da. Xamirim sovidi. Endi unga suzmamizni solamiz. Bu ovqatni qatuli osh deydi, eng sodda varianti, eng sodda. 1 gram go'sht solmasdan juda ham mazali, yengil, bahoriy, даже yozga sovuq holda ham mazza qilib tanovul qilsa bo'ladi, azizlarim. Endi hozir buni yeb ko'ramiz, o'g'lim ikkalamiz обязательно yeb ko'ramiz. Mana sizlarga bahoriy, yengil, mavsumiy, даже yozda ham mazza qilib muzdekini ichsa bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi qani yeb ko'ring-chi aka. Zo'r chiqdi bu. Ana, bismillahirrohmanirrohim. Mazali. Mana shu mazasi bomba. O'g'lim yegisi kelganiga bir qozon qildim. Mazza qilib ichamiz endi. Hammaga tavsiya qilamiz. Osh bo'lsin.